Opaqa, Ha, nima deysan? qornim ochsoqat siz bering. Oying kelganda suzib beradi o'zi, ha? Qornim ochib ketdi-da, siz bera qoling. Voy, sen jonga tegding deyma. Qotgandan yeb turoning kelguncha ushla. Rahmat, opaqa. Shuni ham to'kdingmi? Ya onangga keraging bormi sani o'zi? Bor chiqib ketgan, yemaysan shuni. Nima yig'layapsan, bolam? Opaqam ovqat bermadilar, qornim ochib ketdi. Guli! Qo'rquvchilik yapsan. Nima deysiz? Soat 3 dan oshdi. Jiyanimga nima hali ham ovqat bermading? Nega men berishim kerak? Onasi bor, onasi kelib o'zi beradi. Bir kosa ovqat isitib berish shunchalik qiyinmi? Qanaqa bemehr xotinsan? Yes. Bemorsiz-mi? Nima bo'ldi sizga? Endi ahvolga tushdingiz? Homilador edim. Qornim bilan yetilib tushdim. Ichim og'rib ketyapti. Qarang, men sizga bir narsa aytay. Hozir men tekshiruvimga ko'ra ko'p qon yo'qotganga o'xshaysiz. Homilangizdan ayrilganga o'xshaysiz. O'chirchakagingni bitta yetim boladan 1-2 kosa ovqat qizg'anib, mana endi meni tirnoqqa zor qilding. Bolamizdan ham ayrildi.